Ko'pchilik so'ragan alligator drabilkalarimiz hamda 6 pichoqli drabilkalarimiz haqida bugungi video obzorimizda gaplashib, tushuntirib, ma'lumoti bilan, narxlari bilan yoritib beramiz. Hozir robitadan like bosib, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga chegirmalarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risida akalar. Xo'p, ikkovining vazifalarini hamda to'liq ma'lumotini video davomida aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, kanalimiz nomidan keladigan obunachilarimizning chegirmalari bor. Birinchi o'rinda 6 pichoqli drabilkamizdan tanishtirishni boshlaydigan bo'lsak akalar. Xo'p, pichoqlari birinchi o'rinda ochib ko'rsatamiz. 6 pichoqli mana ko'rishingiz mumkin. Har bittasida o'zini pechati bo'ladi, yaltiroq pichoqlar bilan jihozlangan. Xo'p, santimetr hajmi 30 santimetrli uzun katta variantidan bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Buni 20 santimetrli, 25 santimetrli variantlari ham bor. Bular 30 santimetrli katta uzun variantidan. Buni skorslari bor. Mayda yirik chiqarishlarini bemalol skorslardan legirovka qilib to'g'irlab ishlatsangiz ham bo'laveradi. Motorlari 3 kW motor, tepa tomonida mana to'kni ko'rsatib turadigan o'z relaylari qo'yilgan, rema orqali ishlaydi. Xo'p, sifati zo'ridan, o'xirlari qovurg'ali o'xirdan ko'rishingiz mumkin. Bu tomoniga ham, yonbosh tomoniga ham qovurg'alari o'ziga tayyor qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, o't mahsulotlarni narigi tomondan solasizlar, qisib olib kiraverib, buni pichoqlar orqali maydalab beradi. Shestranlar saldurilib ishlatasizlar, yog'lab juda ham uzoq xizmat qilib beradi. Qo'l quruq somon poya o't mahsulotlarini chiqazib berish uchun mo'ljallangan. Narx-navosi 2.500.000 so'mdan like, komment bosib keladigan obunachilarimizni chegirmalarni qilib beramiz. Endi ukamizni mahsulotimizni maydaroq chiqarib berish kerak, keyin lentalari o'zida bo'lsin, yoshimiz katta degan akalarimizga yoki otaxonlarimizga yangi turdagi lentishli drabilkalarimiz yetib keldi, ko'rishingiz mumkin. Bu drabilkalarimiz hozir motorlarni qo'ymaganmiz, bundan tugab qolgan edi, yana paftor yetib kelgan. Xo'p, ayollar ishlatish uchun ham mana o'zida tayyor lentalari bo'ladi. Bemalol lentasiga sot turib, itarishlar shart emas. O'zi lenta orqali tortib olib kirib ketib, maydalab chiqazib bera oladi. Bemalol lentalarni buni metdan bo'shatib turib, legirovkalarni qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Sifati xudo xolasa zo'ridan. Xo'p, tepa tomoni lentali drabilkamizdan 3-4 xil modeli bor. Ichida pichog'i kichkina, yarmidan ochiladigan variantlari ham bor. O'sha bu buton ochilinadigan katta variantidan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni oldi tomoniga ham paftor pichoq terilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. 7 qatorli original urib beradigan hamda arrali pichoqlari o'zida bo'ladi akalar. O'rtasidagi pichoqlari har bittasiga pechat qo'yilgan originalidan skorslari bor. Mayda yirik chiqarishlarni bundan skorsdan legirovka qilib ishlataverasizlar. Tortib, olib kirib, qisib olib kirib beradigan shneklari ham qalinidan bir xil yo lentali drabilkalarimiz yuqqa variantda chiqyapti. O'sha qalin variantidan akalar. Oldi tomonida ham, pastki tomonida arrali pichoqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Alohida to'qib chiqilgan holatda bo'ladi. Ikkovi ham zavodskiy Xitoy mahsuloti. Oriol firmamizniki, mana ma'lumotlarni o'qib olishlari mumkin. 6.5 kW, 3.5 mBlut. O'zini vesi 65 kg chiqadi. Sifati aytganimdek zo'ridan. Xo'p, 0.5 santimetrdan 1 santimetrgacha maydalab chiqazib beradi. Bu skorslarga bog'liq. Bu tomonga oladigan bo'lsangiz 0.5 santimetrli, bu tomonga oladigan bo'lsangiz 2 santimetrli skorda bemalol maydalab chiqazib bera oladi. Narxi 5.500.000 so'mdan. Aloqaga chiqib bog'lansalar, chiroyli qilib to'liqroq ma'lumotlarni beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyatning to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Zavodskoy samodelniy drabilka so'raganlarga u variantlardan ham bor. Bemalol pastda nomer qoldirib ketyapmiz. Aloqaga chiqib bog'lansa, chiroyli qilib dastavkalarni yetkazib beramiz.